درد منو دیگه دوا نمیکنه. Hammaga assalomu alaykum. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda VAZ 2101 rusumli transport vositasi haydovchisi Sirdaryo tumani ko'chalari bo'ylab transport vositasiga ruxsat etilmagan antenna moslamalarini o'rnatib harakatlanganlik holati tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv o'tkazilib, transport vositasi hamda haydovchi aniqlandi. Ushbu qoidabuzarlik sodir qilishga haydovchini nima majbur qildi? O'zlariga yuzlanadi. Nima sababdan avtomobil yo'llari bo'ylab transport vositasiga ruxsat etilmagan jihozlarni o'rnatib harakatlanish qoidabuzarlik ekanligini bilarmidingiz? Bilmasdim, endi bilib oldim. Prosta qiziqishdan qo'yib ko'rib bir yo'llanib. Gay xodimlari topdi. Plastikaga olib keldi. Qonuniy chora ko'rildi. Boshqa harakat qatnashchilariga nima tavsiya bera olasiz? Bunday holatlar qilmaslikni tavsiya etamiz. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 5-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Eslatib o'tamiz, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 5-qismi, ya'ni transport vositalaridan foydalanish belgilangan tartibda man etilgan jihozlarni o'rnatib harakatlanganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan, barcha harakat qatnashchilarini harakat davomida amaldagi yo'l harakati qoidalariga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Zero qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligini aslo unutmang.